narxini 140 ming so'm qilib beramiz. Razmeri 125 lik. Narxi 46 ming so'mdan qilib beryapmiz. Keyin shpunt pol uchun bir-biriga kiyishadigan taxtalarimiz kvadrati 110 ming, 120, 130 ming. Uch xil variantini topishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun bizning Xivali taxta bozoridagi yog'och strapili jamiki qurilish uchun kerakli bo'ladigan barcha mahsulotlarni nasib Xudo xolasa to'liq videosini joylaymiz. Bugungi sanamiz 3-mart 2026-yil. Manzilimizni so'raganlar uchun Kattaqo'rg'on tomondan kelaverishda, Go'zalkentdan o'tganda yo'lni yoqasida va Jumadan kelaverishda 5 kilometr o'tganda yo'lni yoqasida mana bunaqa bino. Muhim tomoni dushanba kuni dam olish kuni bizda. 4 metrlik o'nlik yog'ochlarimiz narxi 105 ming so'm. Bu yerda 11ligi yog'ochimiz narxi 130 ming so'm. Va ko'pchilikka kerak 12lik, точно 12likka kelgan materiallar sasna, yog'ochimizning narxi 145 ming so'm. Demak, keyingi yog'ochimiz 13lik, 12, 13, 14 ko'proq mana uyda ustiga mana shu bolalarda oladi, ayniqsa 13da. 4 metrlik yog'ochimizning narxi 180 ming, obunachilarimizga esa 175 ming so'mdan material sasna to'liq Rossiyaning yog'ochi. Demak, 14lik yog'ochimizning narxi 200 ming so'm. 4 metr 14 material sasna 200 ming so'm. 4,5 metrlik yog'ochlar bo'lmagan, lekin hozirgi kunda 4,5 metrlik, 5 metrlik yog'ochlarni ham bemalol topishingiz mumkin bizning yog'och bazamizda. 4,5 metrlik yog'ochlarimiz narxi 10ligi yo'q. Bu 11ligi, mana shu uylarga, navislarga qo'ysa bo'ladi. Narxi 150 ming so'm. 4,5 metrlik yog'ochimiz. Keyingi razmerdagi yog'ochimiz 12lik. 12lik yog'ochimizning narxi 180 ming so'm. 75 dan qilib beramiz. 175 ming so'm. Ko'proq oladigan klientlarimizga 175 ming so'm qilib beramiz. Mana yog'ochda materiali sasna, to'liq qizil yog'ochdan sasnadan. Demak, 4,5 metrlik yog'ochimizda keyingisi 13lik. Narxi 235 ming so'm. Ko'proq oladigan xaridorlarimiz uchun 235 ming so'mdan qilib belgiladik. 14, 15 har xil razmerlardan topishingiz mumkin. Videomiz cho'zilib ketmasligi uchun 5 metrlik yog'ochlarimizga o'tamiz. Demak, 5 metrlik yog'ochlarimizni boshlaymiz. 5 metrligimiz 11lik razmerdan boshlanadi. 11lik 5 metrlik yog'ochimizning narxi 175 ming so'm. Bugungi 3-mart 2026-yildagi narxi. Demak, 5 metrlik 12lik yog'ochimizning narxi 200 ming so'm. Endi 13likka o'tamiz. 5 metrlik 13lik yog'ochimiz mana sifati hamma tomonlama yaxshi. Narxi 240 ming so'm. Demak, keyingi yog'ochimiz 5 metrlik 14lik yog'ochimiz, rossiyskiy to'liq rossiyskiy yog'och, materiallar qizil yog'ochdan. Narxini 270 ming so'm qilib belgiladik. Yog'ochlarimizni boshlaymiz. Ko'pchilikka kerak tepaga stoykaga yoki yog'ochni mana strapilan ushlaydigan fragoniga qo'yyapti. 6 metrlik yog'ochimiz 10lik yog'ochimizdan boshlanadi. Narxi 165 ming so'm. Demak, keyingi yog'och turimiz razmeri 11lik, uzunligi 6 metrlik, narxi 200 ming so'm. Keyingisi esa 12lik. Bu hamma yog'ochlarimizda diametri ikki tarafi, masalan 12 ga kelgan 12, bu tarafi 12 bo'lsa, bu tarafi 12. Bir tarafi 15, bir tarafi 12 emas. Bu hozir yaqin bir 2-3 yildan beri hamma yog'ochlar shunaqa kelyapti Rossiyadan. 6 metrlik narxi 240 ming so'm. Ko'proq oladigan mijozlarimizga bo'lsa 235 ming so'mdan qilib beramiz. Yog'ochlarimiz mana shu ikki qator ham 13lik. Bemalol sifatlarini ko'rib olishingiz mumkin. Narxini esa 280 ming so'm, ko'proq oladiganlarga 275 ming so'mdan qilib beramiz. Demak, 14lik yog'ochimiz bu shopilga, bir katta bir og'ir yuk turadigan joylarga ko'proq olinadi. Narxi 320 ming so'm. Endilikda esa ko'pchilikka kerak bo'lgan
vassa yog'ochni ustidan qo'yiladigan taxta mahsulotlari haqida aytib o'tamiz. Bular ham 100% rossiyskiy, materiallari zo'r, sasna rossiyskiy materiallardan ishlab chiqarilgan. Bular 3 metrligi mana sifati zo'r, garbili yo'q, toza. 3 metrligi narxi 15 ming so'mdan. 3 metrlik 15 ming so'm. O tarafda 4 metrligi bor. 4 metrligi narxi 20 ming so'mdan. Bularda 1 metri sizga 5 ming so'mdan tushadi. Endi agar ko'proq olaman deb kelsangiz, xudo xolasa bundan ham yaxshiroq narxini kelishtirib beramiz. Endi 6 metrliklarimizni boshlaymiz. 6 metrlik mana sifat juda ham zo'r. Narxi esa 37 ming so'm. Narxi 6 metrlik. Eni 8. Bu yog'i 8 ga yaqin, 708, qalinligi 2 ga yaqin. O dimovkalarimiz ham eni 7,5-8 shu atrofida, qalinligi 2 ga yaqin. Bular umuman garbili yo'q, juda ham zo'r sifati, toza. Bular Rossiyadan, zavoddan kelayotgan taxta mahsulotlar. Bizda promo shartnomamiz bor, Rossiyaning zavodlari bilan to'g'ridan-to'g'ri keltiramiz. Demak, hozirgi kunda mana shu pechkaga azbiz turbalarimizni ham narxlarini aytib o'tamiz. Bular narxi 125 ligi, eng kerakli, eng ko'p mana shu ходовой razmer. Narxini 140 ming so'm qilib beramiz, razmeri 125 lik. Mana bu ichida 100 lik bor. 100 lik narxi 4 metrligi 100 ming so'm. Bular hammasi 4 metrlik azbiz turbalarimiz narxi. 150 ligining narxi 180 ming so'm. Bular hammasi zavodda Toshkent viloyatidan, sifatiga biz 100% kafolat beramiz. Keyin kattaroq razmerdagi turbalarimiz ham bor. Demak, kattaroq razmerdagi turbalarimiz 300 mingga bor 200 lik, keyin 400 mingga bor 250 lik, 600 mingga bor narx 300 lik. Yana ham kattalashib, narxi ham o'zgarib ketaveradi. Demak, tom yopish uchun yana kerak bo'ladigan eng muhim qismi strapilalar. Bu strapilarimiz kamroq qoldi. Yaqinda yangi yuklarimiz kutyapmiz. Buni narxi 90 ming so'm bo'lyapti. 12 ga 4 deyiladi, qalinligi 11 ga 3,5 atrofida ko'rsatadi. Narxi 90 ming so'm. Eng ko'p olinadigan mana shu ходовой tovar desak ham bo'ladi. Mana shu 14 ga 4 deyiladigan strapinamiz 14 ga 3,5. Narxi 114 ming so'm qilib belgiladik. Mana sifatlari juda ham zo'r. Mana to'liq. Yonboshlaridan ko'rsating. Bizdan o'zi xarid qilib yurgan mijozlarimiz biladi, bizning taxtani mahsulotlarining sifatini. Keyingi 14 ga 4 plyusavoy so'raydigan aka-ukalarimiz uchun shuni masalan har xil variantlari bor. Bu taxtamiz narxi 130 ming so'm. Undan keyingi qalinroq variantlari. Bu taxtamizning narxi 140 ming so'm. Endi asosan ularni strapilalikka olishadi. Bir navislarga yoki sal stoyka berib bo'lmaydigan joylarga mana shularni olyapti. Bu taxtamizning narxi 170 ming so'm, 170 ming. Bu 15 ga 5. Qalinligi toshni 15, bu tarafi 4,5 dan ziyod chiqadi. Metr bilan o'lchab ko'rsangiz bo'ladi. Bemalol. Bunisi 18 ga 5 deyiladi. Aniq razmeri 17 ga 4,5 chiqadi. Narxi buniki 200 ming. 195 ming so'm qilib beramiz. 195 ming. Buni narxi 170 ming so'm. Tunikani tagiga mana bu dimovka, bu zavodskiy, juda ham bir sifatli dimovkalarimiz bor. Buni 45 ming so'm bunisi. Buni tagidagisi qalinroq. Mana sifatini ko'rishingiz mumkin. 50 ming so'm qilib beramiz buni. Bular Timber from Red October degan Rossiyani o'zi taxta ishlab chiqaradigan zavodlardan keladi. Ko'pchilik izlaydi polga, quruq taxta. Mana shu taxtalarimiz zavodda quritilgan, polga juda ham yaxshi chiqadi. Kvadrat sizga 100 ming so'm atrofidan plus minus tushadi. Buni masalan 10 ligini ham topishingiz mumkin, 15 ligini ham topishingiz mumkin. Uzunligi 6 metr. Har xil bunaqa 12,5 lik variantlari ham bor. Sifati juda ham zo'r. Demak, mana bizda stanoklarimiz bor. Mana taxtalarimiz chiqaradigan, mana rekalarimiz chiqaradigan taxtalar o'zimiz chiqaramiz.
bemalol kelib, o'zingiz xohlaganday razmerda ham qilib chiqartirib ketishingiz mumkin. Shifer rikani narxini aytib o'tamiz hozir. Mana shu shifer rikamiz 4 ga 5 deyiladi. 4,5 ga 3,5 точно chiqadi metr bilan o'lchasangiz, xudo xolasa. Narxi 6700 so'm. Sifati zo'r, ichlari toza, yaxshi rika beramiz. Endi bu masalan 6000 lik ham yoki undan balandiga ham rika chiqarib beraveramiz. Eng ko'p olinadigan, masalan, ko'pchilik ustalar shuni afzal ko'radi, shuning uchun buni narxini asosan aytyapmiz. Demak, 4 metrlik taxta strapilalarimizni narxini aytib o'tamiz. Mana bu taxtamizning narxi 68000 so'm, 12 ga 4 deyiladi, 11 ga 3, 3,5 shu atrofida ko'rsatadi. Mana 4 metrlik 14 lik materiallari sifati juda ham ajoyib. Narxi 80000 so'm. Obunachilarimizga esa 78000 so'mdan qilib beramiz. Endi bundan qalinroq variantlarimiz ham bor. Buni narxi 95000 so'm. 14 ga 4 ko'rsatadi, toza, metr bilan o'lchab ko'rib bemalol ko'rib olasiz. Narxi 95000. Bu boya aytganimiz 14 ga 3,5 edi. Bunisi narxi 100000 so'm. 15 ga 5 meni savoy. Keyin mana yerda mana 15 ga 5 ta qalin varianti ham bor. 15 ga 5 pulsavoy varianti. Buni narxi 120 ming so'm. Lagaga yoki ko'pchilik yog'ochga ham ishlatyapti. Lagaga shunaqa joylarga ishlatsa bo'ladi. Demak, 4 metr patologga rekalar 4 ga 2 4000 so'm. 4 ga 2,5 degan rekamiz aniq razmeri 4 ga qalinligi 2-3 beradi. Metr bilan o'lchasangiz narxi 4,5 ming so'm. 5 ga 2 ligimiz qolmadi. 5 ga 2,5 ligimiz bor. Narxi 5200 so'm. Bular hammasi quritilgan, yaxshi sifatli demovkalardan ishlab chiqariladi. Demak, bizda eng muhim narsalardan biri vagonka. Kvadrat 100 mingdan vagonkani. Eni 7,5 atrofida shunaqa bo'lishi kerak. Keyin shpunt, pol uchun bir-biriga kiyishadigan taxtalarimiz kvadrati 110 ming, 120, 130 ming. 3 xil variantini topishingiz mumkin. Demak, mana bularning uzunligi, shpunt taxtalarimiz uzunligi 4 metrlik. Mana sifatini ko'ring. Sifatiga ko'rib baho bering. Направляющие donasi 10 ming so'mdan, profillarimiz 5 ming so'mdan metri, bunisi metri 5,5 ming so'mdan. Gipsakardan esa bizda knaf bor, mana knaf. Nemis standarti yirtilib ketdi. Narxi 52 ming so'm. Shu ustalarimizni o'zimizni mana shu Pazdarg'om ustalari 90% knaf bo'ladi. Knafdan boshqa gipsakardan qoqmaydi. Narxi 52 ming so'm. Patolog pol mahsulotlarimizda yana davom etamiz. DVP qalinligi 0,3 lik, narxi 65 ming so'm. Fanerlarimiz 75 ming so'm 0,3 ligi, 0,4 ligi 85 ming so'm. Despimizda 6 kvadratlik, yaxshisi 350 ming so'm. Nasib bo'lsa 340 mingdan qilib beramiz. 6 kvadratlik, buni 5 kvadratligi ham bor, ko'rsatamiz. Demak, 5 kvadratlik despimiz narxi 240 ming so'm. Razmeri buni 2,75 ga 1,83. Demak, do'stlar, bizda qurilish materiallari do'konimiz ham bor. Hamma narsa o'zingiz xohlagan topishingiz mumkin. Mana g'altakmi yoki santexnikaga katta bunaqa idishlarda yoki stiklovodda nima xohlasangiz topishingiz mumkin. Demak, mana qurilish materiallari, qurilish mollari do'konimiz, apparatlar yo mix samariz, falgami, nima xohlasangiz hamma narsani xudo xohlasa shu yerdan chiroyli arzon narxlarda topib keta olasiz. Va biz taxta bozorimizga kelsangiz, hamma ishingiz bitta joydan bitib ketadi. Mana bu yerda santexnika bo'limi ochilyapti. Hali nasib bo'lsa, yaqin bir 10 kun, 15 kunda to'liq ishga tushadi. O'rtada reklama. Agar kimgadir toza asal, toza sifatli asal kerak bo'lsa, mana paxtaniki, mayski xohlaganday turidan topib beramiz. Manzilimiz shu Mevali taxta bozoridan topsangiz bo'ladi yoki Mehnat mahallasidan topsangiz ham bo'ladi. Demak, bu yerda latok deysizmi yoki u yerdagi demoxod, hamma narsani nasib bo'lsa topa olasiz. Tinikafon mahsulotlari ham bor ichkarida.
mana akalarimiz ishda mana Tunikafon xohlagan turdagi Tunikafon mahsulotlari yoki Tunika mahsulotlarini bemalol kelib ko'rishingiz yoki narxlari haqida bilishingiz mumkin. Quyidagi raqamlarga murojaat qilasiz. Demak, eng muhim joyi shifr narxlari to'g'risida aytib o'tamiz. Mega shifr nomi kafolat muddati 60 oy, ya'ni 5 yilga, narxi 45 ming so'm. Agar bu bizda hamma shifrlarimizdan agar xarid qilib, masalan, oladigan bo'lsangiz, 100% garantiyasi beriladi. Agar yorilsa, sinsa, nimadir bo'lsa, usta puligacha to'liq garantiya beriladi. Buni narxi 45 ming so'm. Demak, keyingisi o'zi mana shu Samarqand, butun O'zbekiston deyarli biladi. Master House shifrimizni sifatini, juda ham zo'r sifati. Narxi hozirgi kunda ancha narxi arzonlashgan. Narxi 46 ming so'mdan qilib beryapmiz. Bunda ham shunday garantiya. Agar yomon chiqsa, o'zi 2 yilga garantiyasi bor. Usta puli qilingan xarajatgacha qilib beriladi zavod tomonidan. Bunga biz kafolat beramiz. Demak, bizni mana shu Mevali Taxta bozori kanalimizga obuna bo'ling. Tez-tez videolar qo'yib boramiz. Xayr, salomat bo'ling.